Soat 5 dan o'tdi, 26-iyun. Kutyapmiz, poyga tayyormiz. Mana o'zi ham kelib qoldi. Hech kim yo'q bo'lgan paytda hozir mana shu yerda boshlaymiz. Sergeli tumanidagi yo'llardan birida bo'lgan BMW va Kia o'rtasidagi poyga uchun tanlangan ertalabki 5 ikkita sababga bog'liq edi. Unda mashina ichidagilar va qonun haqida o'ylanmagan afsuski. Boshladingmi deb qo'ygani? Atena biz ertalab tanladik, aytdingizmi? Shtobi hech kim yo'q. Bemalol bosib qo'yamiz. Shu soatga rozi bo'lgani uchun. Sababi issiqda. Bizaniki turbo motor unchalik yaxshi yura olmasdi. Bo'ldi? Boshladik endi. Mashina motori va yo'lning bo'sh bo'lishi haqidagi qayg'urishlar bilan boshlangan poyga yakunida muxlislarga sovg'alar ham tayyorlangan edi. Ammo qonun Qo'shtirnoq ichidagi poygachilarning o'ziga ham sovg'a tayyorlab qo'ygan. Lekin yaxshilik bilan emas. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtimizning Sergeli tumani Fayzli Toshkent ko'chasida Kia hamda BMW rusumli avtomashina haydovchilari kimuzlarga poyga o'ynaganligi holati yuzasidan tarqalgan video bo'yicha haydovchilar chaqirtirilib, ular bilan o'rnatilgan tartibda profilaktik suhbatlar amalga oshirildi hamda ularning sodir etgan bezorilik huquqbuzarliklari bo'yicha tushuntirishlar berilib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtini saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yildi. Ana shunday qilmishlar yuzasidan sud tomonidan albatta 1 yildan 2 yilgacha muddatga haydovchi huquqidan mahrum qilinadi. Ular avtomobil boshqarish olmaydi. 1 yildan 2 yilgacha muddatda sud tomonidan mahrum qilinadi va bundan tashqari alohida ba'zi hisoblash miqdorini 25 barobar miqdor deb jarima jazosi ularga belgilab beriladi. Demak, yurtdoshlarimizdan avtomashina boshqarish jarayonida belgilangan qonunlarga, qoidalarga rioya qilishni so'rab qolamiz. Bundan avval ham bu hududda avtohalokat sodir etilgan bo'lib, uning yakuni yaxshilik bilan yakunlanmagan. Aynan shu Fayz Toshkent ko'chasida ham demak og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Bu narsa demak yoritiladi, ijtimoiy tarmoqda xabar beriladi, lekin ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan tegishli xulosa chiqarmasdan yana shunday holatlarni afsuski ko'rmoqdamiz va albatta bularga chora ko'rildi. BMW va Kia egalari boshqa bir videoda poygani sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan deb izoh berishdi. Ammo ushbu sohada faoliyat olib borayotgan mutaxassislar ham qaysi video sun'iy intellektda ishlangan, qaysi biri grafikada qilingan buni ajratish oson. Shunchaki izohga yozib qo'yganingiz bilan javobgarlikdan qutula olmaysiz. Bu kun Abdulhamid Hasanov, Muslimbek Abdurahimov, Ixtiyor Orziqulov, Toshkent.